Çayxana Pulovga keldim. Судетский билет uchun rahmat. Oldik, как положено. Mujik сказал, mujik делал, siz ishonsangiz bo'ladi. 100%. Voy, sarguzashtlar davom etmoqda. Yana kamera bilan. Assalomu alaykum. Qani? Birinchi. Ay. Hammaga assalomu alaykum. Men Arslonbek. Gap yo'q. Budjetga. Moriya joy. Voy, sizni hozir olib ketaman Moskvaga. Bo'ldi. Biz bir-birimizga o'xshash insonlarmiz. Bir qosh tashangda aka. Uncha-munchasini mana shu tushgan qosh bilan bor-ku, buzib o'tib ketamiz, nima deyapsiz? Xidi-bidi qilganingda oldiga Shuhrob akam bilan boraman, qoshni tushirib. Yalang'ochligimga qaramaylar, bu yerda hamma yalang'och. Qaynashni boshlaydi-da unda. Sizlar e'tibor bermanglar. Bu orqadan chiqmayapti. Assalomu alaykum. Men Arslonbek Almardonov. Preobrazovание kompaniyasi asoschisi. Kompaniyamiz 7 yildan beri musofir yurtdoshlarimizga Rossiya Federatsiyasida barcha kollej, universitetlarga kirishda yordam berib kelmoqda. Bizning studentlar hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida qonuniy ham o'qib, ham ishlab yurishibdi. Xullas, agar siz ham o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, bizning kompaniya sizga bunda chin ko'ngildan yordam berishga tayyormiz. Murojaat uchun raqamlar ekraningizda. Endi esa videoni ko'rishda davom etamiz. Qayerga keldim men? Çayxana Pulovga keldim. Pulov uz. Choyxonada qiladigan ishlar bor. Hozir kuzataverasizlar. Nima qilamiz? Nima uchun keldim bu yerga? Shahboz aka, kakeylaydi. Assalomu alaykum. Bo'lmisiz? Qalaysiz? Xush kelibsiz. Qani? Yuring, nimaga o'tiramiz? Yangi zalni ko'rdingizmi yo'qmi? Yo'q, men hali o'tirman sizni kutib. Shahboz aka, bu yangi ochilgan. Yaxshi keldingizmi, brat? Da, bu nima? Nima zal bu? Qalangiz zalmi? VIP zal. Interyer вообще круто. Kirguncha atmosfera вообще boshqacha. Yangi. Shahboz aka, qalaysiz? Rahmat, brat. Charchamayapsizmi? В конце концов, наконец-то увиделись, ай. После свадьбы, да? Да. Пока порядок Siz deguncha. to'yda she'r deydingiz-ku. To'y dedi. To'ydan keyin mana endi normal o'tirib gaplashamiz-da siz bilan. Kстати, to'yga borganimda ham videolari bor. Rustam akani kanalida o'zlarida. Вот, ayting, nima qilishim kerak, чтобы men priz yutishim uchun bu yerda. 2 kilo osh yeb berishim kerak. Ha, 1 kilo. 1 kilo. Galaxy yutasiz. Hozir 2 kilo osh qo'yarlar, men o'zim hozir dang'illatib tashlab priz olib ketsam bo'ladi. Короче, 1 minuta 35 sekund rekord. 1 kilo osh. Vaqtga qarab yeb berish kerak. То есть, получается, 1 minuta 35 sekunddan sal oldinroq yeb bersam, men priz yutaman. Da, rekord. Gap yo'q. Yangiliklar Shahboz aka. Yuribmiz, Xudoga shukr. Потихоньку. Жириновская aytganday, иди, не останавливайся, но только иди. Нельзя останавливаться, потихоньку, но Shu biznes qilib asosda yuribmiz-da, brat. Mehnatda, как обычно. O'zi qanday ishlar yaxshimi? Yaxshi dam olib keldingizmi? Rahmat, bordik. Mana ofisda qarab yuribmiz. Ozgina ikkilanish. Topildimi birorta normali bor? Ko'rdim. Yaxshilarini ko'rdim. 4 ta joyga bordim. 4 ta joydan 3 tasi yoqmadi, bittasi yoqdi. No, yana shunaqa yoqadigan 2 ta topganim dedi. Zo'r bo'lardi. Hozir Tanlardingiz. o'ylab turibman-da, shu Hali ertaga ham vaqt bor. She'rda. Sirni qidirishga. Da, ofisni qidirib topmagunimcha ketmayman. Вот Moskvadan дистанционный qidirganlarim hammasi вживую уже netda. Отпадает, сразу отпадает. Hamma chiroyli qilib oladi-da. Shunaqa gaplar. Sentrda sizga kerakmi? No, не прям центр, вот men qidirgan Yo'q, joylar. meni magazinim bor-ku. Ha, ko'rganman sizni, da, оптовик номер 1. Rustam akam aviakassasi ro'parada. Da. O'sha yerda shunday kirishda ikkinchi etajga bitta помещение komusniki bo'shadi. O'sha где-то uzunchog'iga ichkarisini отдельный katta kabinet, bu yog'ini ofisni sentr qilsa bo'ladi-da. Bilmayman necha kvadrat. Xolasangiz o'zi bilib beraman. На данный момент. Вот ko'rganimiz bu как отдельно. Siz отделкасы bilan ko'ryapsiz. Да, вот, ko'ryapsizmi? Chunki menga срочный kerak. Мы должны запуститься уже. Bu, короче, remont qilmaysiz siz? Yo'q. Da? Chunki men remontga vaqtim ko'p ketib qoladi. Do'stlar, все, mana bugun Shahboz aka bilan mazza qilib, maroqli qilib gaplashdik. Dushay, rahmat, brat, kelganingiz Nima uchun. deysiz? Sizga katta Судетский rahmat. билет uchun rahmat. Oldik, как положено. Человек сказал,
мужик сказал, мужик делал, как бы, да. И обсуждаем дальше сотрудничество, кто холоса. Арсланбек это надежный человек, kimga dokumentlaringizni, vuzingizni agar o'qimoqchi bo'lsangiz ishonsangiz bo'ladi. 100% men shaxsan ishimni polniy mana bir nechta student biza Shahboz akani Hammani o'qishga olib oilasidan уже 3 kishi student bor. Da, 3 kishi. Сначала o'zi ko'ryapti, o'zi profka qilyaptilar, shuning uchun men aytyapman, просто takman. Предлагает. Shuning uchun bizda oldin degustatsiya qildirtirish, a потом просить, как получилось. Да. O'zinglar eshitdinglar, Shahboz aka sizga katta rahmat Sog' aka. bo'ling, brat. Mayli. Rahmat katta ko'rib sizga. xursand bo'ldim, Aka, atbashay. mayli. Mayli. Voy, sarguzashtlar davom etmoqda. Yana bir joyga bostirib kelyapman. Bu joyi nomini hozir bilib olasizlar qayerligini. Движешь kishmish deb boshlaydi hozir. Tax. Yana men. Yana kamera bilan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Rustam aka? Sağollar, böyle yapmalıyım. Ali, yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Og'a, Aleyküm, siz qalay? yaxshimisiz? Sizga material to'playman. Yaxshi. Siz aşağı, hani, birinci. Ay. Hammaga assalomu alaykum. Men Arslonbek. Gap yok. Qalay? Mamçı, normal mi? Çok Siz, çıkart alması. конечно. Gap yok. Hazır olsun. Ikki og'iz yangiliklardan ayting. Nima yangiliklar bor? Qaysilarni aytay? Mandagimi, sizdagimi? O'zingizdan eng populyarnilardan boshlaylik. Ne bilmasam o'zimizni VPN razrabotka qildik. Telegramda kurs запуска qildik. Arzonroq vlogger bo'lishiga. Ko'rdim. Shunga aytyapman-da, yangiliklar bilan ulashing. Ha. Tepada chiqib aytib kelayotgandim, движ, mish, kish. Da, hozir produkt yasayapmiz. Endi bu produktni продвигать qilishni yo'lini ko'ramiz-da. Mana boshlandi. Ha, mana, короче. Ссылка pastda. Pastda bo'ladi, o'tib bemalol. Shunaqa. Bosa-bos dang'ir-dung'ir. Shunaqa. Endi Siz ko'rganmi, xursandmi? Gazim bo'lsang. hamma Молодец. bilan uchrashuv, valo-battar hammani fiksuriz qilyapman. Aha. Yaxshi-da. Keyin Instagram, Telegram, WhatsApp qilib qo'yib berasizlar. Böyle. Обязательно. Sizni videolaringizni mana polni taxlayapti. Kстати, men o'zimni личный vlogim, путешествие buni уже давно ko'rib bo'lgan bo'lishinglar kerak. Aha. Bu yerda juda bir qattiq gaplarni gapirgan joyimga kelibdi. Oxirida вообще o'tirib daryoni bo'yida bo'ladi-ku, отдельно qo'yib o'tirib olib bir nimalar deganman-da, o'zim ham bilmayman, ko'rmadim qayta. Hozir endi ko'rasiz. Xullas, Arslon ishlayapti. Realni ishlayapti. Hozir 7 ta выпускni ko'rib berishingiz kerak. 7 ta выпускni ko'rib berasiz, keyin ularga treyler taqlanib, hammasi tayyor qilib, keyin bitta ding chiqarib ketiladi. Siz aytgan videoni oldingizmi? Reklama. Men she'rda, Alisherda. Ha. Men kuyov bola bo'lib kelganman-ku, mana Zo'r. Ha. Endi hozir примерно mana shunaqa boshlanadi-da. Hammaga assalomu alaykum. И дальше ular orasida. Gap yo'q. Takshida unaqa Yaxshi. oladi, nima qiladi? Hammaga assalomu alaykum deganda ana u joyga qaytadi-da. Men Almardonov Arslonbek, Preobrazovание kompaniyasining direktoriman. Zo'r. Bu kompaniya nima ishlar qiladi? 8 yildan beri universitetlarga olib kirishda muhojirlarimizga yordam berib kelmoqda. 2000 dan ortiq universitetda ta'lim olib kelayotgan o'zimizda muhojir yurtdagi studentlarimiz o'qib kelyapti va 45 tasi уже xudo xolasa diplomini oldi. Выпусклari ham bo'ladi bu yerda. Zo'r. Budjetga. Mo'riya joy, voy, sizni hozir olib ketaman Moskvaga. Bo'ldi. Gap Bu yo'q. yerda mani endi Muammo yo'q. dishmishlarimni eshitasiz. Bo'ldi. Muammo yo'q. Shunaqa, xullas, biz endi ishlaymiz o'zgina, ha? Biz kameraga Aka, xayrli tong. Biz sarguzashtlar sari olg'a qadam bosib ketamiz. Bugungi yangi kunimiz boshlandi. Mashinani yurgandim. Dabdala bo'ldi qaytarib. Hayotda eng yoqtirmaydigan narsam bu kir mashinada yurish. Как будто bu ustimda kir kiyim turganday bo'ladi. Kuzatishda davom etadi. Yo, Shuhrob akamni oldimga kelib o'tirib oldilar. Yaxshi bo'ldi. Biz bir-birimizga o'xshash insonlarmiz. Qaranglar. Assalomu alaykum. Aynisi bilasizlarmi, qayerga o'xshaydi? Baber. Bir qosh tashangda aka. Qoshni tashang yo, pastga tashang. Keyin odamlar adashtirib qo'yadi bizlarni. Qaysi Arslon dedi, qaysi dedi doktor Shuhrob dedi, adashtiradi. Unchumchasini mana shu tushgan qosh bilan bor-ku, buzib o'tib ketamiz, nima deyapsiz? Xidi-bidi qilganingda oldiga Shuhrob akam bilan boraman. Qoshni tushirib. Короче, aka men yaqinda nimaga bordim? Stomatologiyaga. Mana bunaqa joylarga qaramaysiz endi. Nima qilyapti? Massaj qilyapti. Bunaqa massajli yo'qmi siz? Bilmasam nima massaj bu? Bunday rasminka bu.
Shu odam shu bilan populyarni bo'lib ketdi. Короче, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, bitta mana bu yerga plomba qo'yilgan milk ichida. Hozir kesib, milkni boltini atkripis qilib, yana qaytarib zakripis qilish kerak. Koronka ikkinchi часть, 2 hafta yuraman. Keyingi marta kelganimda koronka tayyor qilib qo'ysangiz, Ostin qanaqadir degan koronka bor. Yo, tsirkon. Tsirkon, Ostin tsirkon. No, dioksid tsirkon. Dioksid tsirkon, da, вот это вот. Shundan qo'yishim kerak. Bo'ldi. Menda 40% dan ko'proq bo'lgan nimalarim, tishlarimni plombasi borlarini ustiga koronka taqishim kerak ekan. Bo'lmasam slavilashib, treshini ketadi-da. Tishlarim sinib ketishi mumkin ekan. Menda bitta oxirgi tishim shunaqa bo'ldi. Mana bu yerda zub mudrosti mana shunday tagiga qarab o'sib kelyapti. Shuni srochno udalt qilishimiz kerak. Bu juda sложный. Gaplashdik. Qanaqa? Men eshitdim-ku. O'zi gapni boshlaganimdan o'zi men Koreyaga ketsammi dedim. Ya думаю, siz aytyapsiz, o'zi 3 ta davlat taxt. 3 ta отпуск bor. Yana nima qilish kerak? Voy biling. Yo'q, men kelganimning sababi nimada bilasizmi? Shu pul birovga ketib qolmasin deyapman. Puli begona qilmaydi. Begona qilmay deyapman. Sizga qilay. No и чуть подешевле-da. Yo'q, в любом случае, men qarang. Endi bunga o'zimiz kishisiz-ku 200 ming hisoblab beribdi hamma narsani. Siz shuni bir ko'ring. Men tashab beraman sizga. Summasini bir kelishtirib qilib bering. Begona emas-ku. Bugun olamizmi? Bugun bugun mudristini sug'urib tashlash kerak. Voy biling. Yo'q, hozir yerdan to'g'ri chiqib boramiz, mudristni. Keyin men qanday qilib gapiraman sizlarni? Nima qilib gapirishadi? Вообще muammo bo'lmaydi. Zub mudrist вообще muammo emas, o'zib tashlash. Конечно. O bular bilmaydiki, men 3 tasini уже o'ldirganman. Praktika bo'lgan, deb biladi. Mana buni o'ldirganman-da, xuddi shunaqa yodadi. Yana bir-biriga qarab namikat qilib qo'yadi. Yo'q, namikat qilyapmiz-da, kontent qilyapmiz-da. Nima? Вообще. Короче, men o'zi klinikangizga borib video olmoqchi edim shunaqa qilib. No, вот o'zingiz kelib qoldingiz. Dasturxon boshida ham endi sizga ishga chalg'ityapmiz. Bo'ldi, tamam, boshqa gap yo'q. Qilamiz, bugun qilamiz, bugun cho'zishdan. Nima kerak bu? Ha? Вообще bu. Bugun borib men 100% mana qo'yib berasiz, farqi yo'q. Ikkalasini ham qilamiz. Bugunni. Endi menga bitta narsa menga yangilik bo'lgan narsa, tishni удаление qilib qanday qilib sразу plomb implantatsiya qo'yib beryapsiz. Mana shu narsa menga juda katta savol. Даже bir kunda qilyapmiz. Qanday qilib? Bizga nima farqini qilib bersa bo'ldimi? Asorati qanday? Yo, sifrovoy stomatologiya shuni bazorat qilyapti-da. O'sha programma bor. Kelgan paytingiz birdan og'iz bo'shlig'idan slepiklar olib, laboratoriyaga yuboramiz. Bizda kompyuter tomografda ham yuboramiz birdaniga. Laboratoriyada o'sha tomograf bilan slepikni hammasini qo'yib bir-biriga skaner qiladi va bizga shablon tayyorlab beradi. Ya'ni sizning будущий tishlaringiz hammasi уже tayyor bo'ladi 1 soat ichida. Kelasiz operatsiyaga. Sразу tishni olamiz, implantni qo'yamiz. Oddiy stomatolog deb o'ylayapsiz. Sразу tishlarni qo'yib olamiz. Mana bu zamonaviy tilda bor-ku, stomatologiya nima bor? Bularda уже давно o'tib sujist. Men jinni bo'lib qolganim, tishini sug'uryapti, tish qo'yib, уже koronka xuddi tish oldirmadi-da u odam. Bor go'sh yerasiz sirdardi. Mana endi tushundinglarmi, nimaga stomatologiya bu yil 1 million rubl turyapti yiliga? Nima qilyapti? Kontrakt narxi 1 million. Stomatologiyani 1 yilga. Bu yaxshi-da. Mana keyin Instagramini atmetga qilaylik, o'zib ko'ringlar. O'sha yerda часто so'raydi, ish anavi professionalniy stomatolog bo'lsanglar, $5000 oylik beraman, $10,000 oylik beraman deb. O'tinglar, ishiga javob ber. Ishiga javob ber. Ha, shu aytilgan gaplarni qila olishinglar kerak. Shunaqa ekan bizga yoqimli ishtaha. Kletchatkalarni maqtamayman. Yalang'ochligimga qaramanglar, bu yerda hamma yalang'och. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xush plyajda yotganda yotibsiz. Maza qildim, havas qildim lekin. Xo'sh, nimaga stop dedingiz? Nima? Avtorskiy pravo beradi. Ustoz. Aytadi-ku, sakrama, indama xo'p kattan aytganini qilganini qilma deb. Yuring bir ekskursiya. Yuring. Ketdik. Banyatur? Banyatur, да. Banyatur. Tualet, vanna. Как всегда. Nima? Bu dush. Dush. Ham dush kabinada. Cham. Banchikmi deyman, brat? Ha. Voy, hozir sakrayman u yerga, hozir bu yerga o'tlayman. Ichkarida nima deb ta'minlanadi? Ha, bu kirib chiqib bu yerda qattiq suv.
Ye, yaxshimisizlar. Yopish kerak deysiz. Buni nima bunday qo'yib qo'yibdi buni? Ha? Nimani o'ylayapti deb o'ylaysiz? Shunday ham o'y bor ekan. Shuning uchun do'stlar, bunga o'xshab o'ylab o'tirsanglar bo'ladi, bizga o'xshab yeb ichib, mazza qilib, stress chiqarib olish. Politsiya qilasiz, jaritsa qilasiz. Yomon bo'ladi lekin. Shu bilan zo'r bo'ladi. Vosh qaytib kelib ketdik-ku. O'sha bizga yaxshi kayfiyat, sizlarga xayrli tun. Kırgızistan'la bulan. Dolu. Dolu. Давай, давай. Молодец. Аквамена знаете? Это узбекский вариант, вот познакомиться сейчас, очень приятно будет с вами иметь дело. Сейчас начнет кипеть, вот здесь, qaynashni boshlaydi-da o'zi. Sizlar e'tibor bermanglar. Bu orqadan chiqmayapti. Bu tanadan chiqayotgan narsa bo'ladi. Pishillaganni ko'rsatdingizmi yo montajga olib tashladingizmi? Böyle ma iş olmadı. Çıkengeni böyle yani bazen koçayıp ki. Ertagi. Suvni mazasi qo'shadi o'zi. Tushunmaysizmi? Olsun ya kamera uçuramaz diyor. Hadi bir gün çıkalım. Есть один лайфхак. Молодец. Руки под воду поставить и просто вокруг. Utrib, ertalab mana shunaqa kontrastni dush qilaman. Да? Молодец. Shunaqa gaplar do'stlar.